Assalomu alaykum gruppadagilar. Mana men bugun o'zim uchun yaratgancha ozgina guzorimni ko'rsatmoqchiman. Mana umumiy holati, ko'rinishi. Bizda ozgina remont ishlari ketyapti. Shuning uchun hozirgacha pala-partishroq atroflar. Mana shu yerda gullar bilan cheklanaman. Naryoqda tuvayda gullarni keyinroq ko'rsataman. Mana shtampoviy atirgullar shu holatda yozda kunida. Bahorda rosa ochilishgan bir qator. Mana endi hozirgi ko'rinishi kesib qo'yganman o'zimcha. Keyingi gullari shunaqa kichkina ochilishdi. Katta shu kaftim to'lib turar edi. Mana liliyalar bahorda rosa ochilgan edi. Shu aylanasiga. Bu yangi o'tgan yil ko'chirganman, shuning uchun bu yoq qalin. Bu tomonda liliyalarni orasidan olganman. Suraylarga berganman, shuning uchun siyrayroq. Kesib qo'yganman-da endi. Kesganimdan keyin holat shu sekin o'zinglar bilasizlar qurib yo'qoladi. Mana bugun gullarim ochilishni boshladi. Endi ochilishni boshladi. Bugun gulidan 7 xil yoki 8 xil rangidan bor. Mana buni gullariga suv sepilib qolgan ekan, ko'rinishi jicha o'zgarib turibdi. Ochilgandan keyin bilasizlar, suv sepmaslik kerak. Guliga sepilsa xunuklashib qoladi. Mening bu agrodim yeri tuprog'i sho'r ekan. Shuning uchun boshqa gullar, petuniya deymizmi, yana boshqa yerga ekiladigan yer gullari yaxshi avjomay yo'qolib ketadi. Esganlarimdan ozgina bor. Ozgina qolgan 1-4 joyda. O yerda ham turibdi mana. Faqat mana shu salviya gulimiz bu sho'rga yerda har qanday holatiga chidamli ekan. Faqat shu salviya gul chidamliroq ekan. Shu amallaydi, qolgani yo'qolib ketadi. Mana 3-4 yil oldin mana mini atirgullardan ham ekkan edim. Bular ham har joyda qoldi. Qolganlari yo'qolib ketdi. Mana bu arma gulim, alakaziya deymiz. Arma deyishadi, alakaziya o'zi. Tuvayda yaxshi bo'lmayotdi. Yerga ekib qo'ygan edim bahorga. Baklari kichirayib, masi ko'rinishi yaxshi emas edi. Yerga ekdim, yaxshi, Xudoga shukr, o'zi ekib qoldi. Bu tol gulda deb qo'yamiz biz, o'zi oleandr. Naryoqda pushtilari bor. Oqqini yaxshi ko'rar edim. Mana bir qator gullab to'kildi. Mana bular to'kildi. Yangi ochilishyapti mana g'unchalari. G'uj bo'lib ochilyapti. Mana bu tol gulini qizil deb olgan edim ko'chatini. Yo'q, bu ham o'zimdagi bor edaqa. Pushti ekan. Mana ko'rinishda qizil bo'lib turar ekan, lekin baribir pushti ekan bu ham. Qizilidan ham topaman endi xudo xolasa. Mana bugenvilia arab atirgulini yerda juda yaxshi amallaydi. Yerda qolish kerak emas, tuvakka olishimiz kerak. 3 tasini shu yerga ekkanman, 3 xil rangini. Lekin ochilgan yo'q. O'zlari kuchayib ketdi, katta bo'lishib. Yerdan olsak, tomirlari kesilib ketadi. Yerga ekilgandan keyin o'rash kerak. Yerga ekavering. Qishda o'rab beraman deyishganiga, mayli deb 3 tasini
chiqarib yerga ekib qo'ydim. Keyin maytda mana xo'sta gulini yaxshi ko'rardim. Qishda qoladi deyishyapti. Shu turidan, shu rangidan, oddiysidan ekib ko'rdim. Sinov sharti bilan ekdim. Agar qishdan yaxshi chiqsa, yerda qolaveradi deyishyapti-da. Keyingi yilga boshqa ranglaridan ham ekaman. Shu xo'sta yerdagi. Keyin roza gulimi, kitayskiy roza. Tuvayda hech holati yaxshi bo'lmasdan issiqdan qiynaluvdi, yerga ko'chirdim ikkitasini bitta qilib. Mana yangi baklar chiqarib, o'zi ekib qoldi. Yana bittasini ham hech yo'qolib ketaverdi baklari to'kilib. Uni ham bir haftacha bo'ldi. Mana yerga ko'chirib qo'ydim. Ajab emas, mana atirgul mana qurib ham qopti buni. Ovoraman. Balkim tomiridan ko'payib ketsa. Ajab emas. Aytmoqchi, Ergashxon, siz ham ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga aytgan bo'yimcha mana boshlagandim bu videoda. Siz bergan shu buldanej guli juda yaxshi bo'lib, mana katta bo'lib qolgan edi. Nimagadir shu bir oydan beri kasallik tegib, baklari mana sarg'ayib, hozir qolganlarini olyapman. Shunaqa holatga kelib kasallik tegdi. Quyosh tushgan uchun yaxshi ko'rinmayapti. Lekin mana yangi gullar chiqaryapti. Novda baklar chiqardi mana yangi. Holati yaxshi. Quyosh tushyapti mana yerda mana. Quyosh chiqib qoldi. Ko'p shoxlarini kesib tashadim. Kesib tashagan edim mana. Lekin yangi novdalar chiqaryapti. Mana baklarini bitta qo'ymay eskilarini yig'ishtiryapman. Keyin parxama qilib qo'ydim mana. Mana novdasidan. Mana bu ham holati yaxshi emas edi. Yo, buniki ham o'ziga kelib qoldi. Parxam nariyoqqa ham parxama qilgan edi. U nimagadir yo'qolib ketdi, bilmadim endi. Chiqib qolsa kasallik teguvdi. Yo, o'ziga keltirib bordim. Ko'p shoxlarini kesib tashadim. Endi nima bo'larkin desam, yo'q, yangi novdalar chiqardi. Chidamli gul ekan. Baklari shunaqa zang kasal deymizmi, bilmayman. Shunaqa bo'lib doriladim. Tuzatdim, lekin mana yangi baklar chiqardi. Yangi chiqib o'ziga kelyapti. Mana u yerda tolgul mana katta bo'lib ketdi. Bu ham rosa ochilgan. Endi yana yangi o'nchalayapti yangi. Xudo xolasa. Shu oddiygina shu o'zim uchun yaratgan gulzor deymizmi? Qizlarim aytmoqchi. Bolalar bog'chasi deymizmi? Shunaqa. Keyin mana mayda klimatis gul. Surtayda ikki chekasiga mana ekib qo'ydim, chiqarib tashadim. Mana bu yil ekdim. Surtayda bu tomoniga ham mana bitta ekdim, bunisi kattaroq. Ancha mana 5-6 metr bo'lmasa ham bir 4 metrga chiqib ilashib ketdi. Uzumni boshiga o'xshab gul chiqaradi. Birinchi yili bu. Agar qishda o'rasam buni tushirib turib, keyingi yili gullaydi deyapti. Agarda qishda sovug'iga hozir chidamsiz birinchi yilida o'rash kerak ekan. Bo'lmasam yana yilga ko'karar ekan. Qishda qolaveradigan. Bu ham yerdiki. Lekin birinchi yilida yosh ko'chatni o'rashimiz kerak ekan. Ko'karar ekan. Gul chiqaradigan guli chiqmaydi ekan, xullas gullamaydi ekan. Shu uzumni boshiga o'xshab gullaydi degan deyishyapti. Ko'rdim rasmlarini ham. Shuni yaxshi ko'rib oldim. Qimmat ekan, qimmat bo'lsa ham shu ikkita ko'chat ikki chekkaga mana surtayda ikki chekkasiga ekdim. Ikki chekkasiga ekdim. Shu surtakka chiqarib yuborsam, bu tomonda uzum yo'q-da. Shu chiroyli bo'lib turarmikin deb. Mana gullarni keyin ko'rsataman. Hozir shu yerdagi gullar bilan cheklanaman endi. Mana kunda o'tirib shu yerda shu gullardan bahra olib, u har birta gul ekayotgan o'zi biladi.
gullarga qarab tomosha qilayotganda o'zidagi holatini har bir gulchi o'zi biladi. Menda ham shu holatlar bilan gullarga tomosha qilib, har xil stresslardan chiqib, o'zimni xursand qilib, yurakni yashnatib, ko'zimni quvnatib o'tiramanda endi. Ergashxon, sizda qanaqa yangiliklar? Shunaqa mendagi yangiliklar. Hozircha. Bo'pti, mayli, tinch bo'ling Ergashxon, sog' bo'ling. O'zingizgina ham ko'rsating gullaringizni. Endi hozircha shular. Qolgan gullarni keyin ko'rsataman.